Farzandingizni soch to'kilib, boshida avval yoki dumaloq shaklli ochiq joylar paydo bo'ldimi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Farzandingizni boshida sochlar asta-sekin to'kilib boradi va bir yoki bir nechta dumaloq yoki oval shaklli o'choqlar hosil qiladi. Bu o'choqlar keyinchalik butun bosh yuzasini qoplashi mumkin. Keltirib chiqaruvchi asosiy sababchilari stress omillar, immun tizim buzilishlari, mikro yoki makroelementlar yetishmasligi, turli xil gijja turlarini organizmga ta'siri yoki ayrim yuvish vositalarini soch follikullariga ta'siri natijasida yuzaga keladi. Bu kasallik o'choqli alopetsiya deb ataladi. Bu kasallikni yaxshi va yomon tomonlari bor. Yaxshi tomoni, vaqt o'tgan sayin bu jarayonlar to'liq orqaga qaytib, bosh sohasida to'liq sochlar chiqishi mumkin. Yomon tomoni, bu o'choqlar butun bosh sohasiga tarqalib, sochlar umr davomida boshqa qaytib chiqmasligi ham mumkin. Agar sizni farzandingizda ham shunday mayda to'kilishlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, vaqtida mutaxassisga murojaat qiling.